Tushda o'g'irlik ko'rishning ta'birlari. Tushda biror kishining molini o'g'irlaganini va xarj qilganini ko'rsa, uni o'ldirishlariga dalildir. Tushda o'g'irlashni niyat qilgani, biroq o'g'irlamaganini ko'rsa, biror kishiga yoqimsiz biror narsa yetkazishiga dalildir. Ba'zilarning aytishicha bemor bo'ladi, biroq shifo topadi. Uyidan biror narsani o'g'irlab ketganlarini tush ko'rsa, unga biror ofat va ranj yetishiga dalildir. Kirmoniy aytadiki, tushda o'g'ri qo'liga asir tushganini ko'rsa, holi yomon bo'lishi va g'am andoh yetishiga dalildir. Tushda o'g'rilar uning yo'lini to'sganlarini ko'rsa, g'am andoh ko'rishiga dalil bo'ladi. Jobir Mag'ribiy aytadiki, har kim tushda mol matosini o'g'irlab ketganlarini ko'rsa, tuz sohibining hayoti og'irlashishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi o'g'ri bemorlikdir. Ta'birchilarning aytishlaricha, o'g'irlik qilgan yerda kuyovlik bo'ladi yoki o'g'il tug'iladi, yoki tuz sohibining g'oyibda odami bo'lsa, sog'-salomat qaytib keladi. Doniyor alayhissalom aytadilarki, tushdagi o'g'ri xiyonat va hiyladir. Nobulusiyning ta'biricha, o'g'rini tush ko'rish kasallik va tabiatdagi illatdir. Agar u qora bo'lsa, g'amginlik, qizil bo'lsa qon, sariq bo'lsa safro, oq bo'lsa balg'amdir. Agar o'g'ri biror narsani ko'tarib ketganligini ko'rsa, kasallik, o'g'irlagan narsaning javharga nisbat qilinadi. Agar u biror narsani olib ketmasa, unga biror kasallik tegib, tezda sog'ayib ketadi. Tushda o'g'riga yetib olsa, o'sha kasallikning davosini biladi va uni to'xtatadi. O'g'ri xiyonat qiladigan va kishini o'ldiradigan kishidir. Agar o'g'rini biror narsa o'g'irlaganini ko'rsa, o'g'ri o'lim farishtasi, musofir yoki sovchi kelishidir. Ibn Sironning ta'kidlashicha, tushda o'g'ri ko'rish unga tegishli bo'lmagan narsani olishni xohlaydigan odamga ishora qiladi. Agar biror kishi o'z uyida o'g'rini ko'rsa va uni shaxsini aniqlay olmasa, bu xotinining o'limi yoki uydan pul o'g'irlanishining belgisidir. Ammo biror kishi o'z uyida o'zi tanigan o'g'rini ko'rsa, buning belgisi foyda yoki ibratdir.